Bugun Dilshod akam bilan hamma bahsli munozaralarga nuqta qo'yamiz. Tormoz diski, uni qizdiramiz. Mashinada turgan tormoz diski zo'r qiynasangiz 250-300 gradusgacha qizishi mumkin ekan. Orqamizda suv bor, yahob kelib qo'ydik. Mana solamizda bittida muzlatamiz. Deformatsiya bo'ladimi yo'qmi tormoz diski? Nima deb o'ylaysiz aka? Manchi bo'lmaydi. Tekshiramiz hozir. Buni tekshirish uchun mana bunaqa maxsus qurilma bor. Mana hozir tekis narsa. Agar bundoq qilsak, mana bu o'zgaradigan bo'lsa, signal beradi. Bunda deformatsiya bor degan narsa. Hammasini videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'zingizlar guvoh bo'lasizlar. Mana. Oh, 300 ga chiqdi. Okey, bo'ldi. Tashlang. Suv 9 gradus, 10 gradus. Qizyapti ekan. Okalar, nima deb o'ylaysizlar? Salkam 300 gradusdan 10 gradusga tushganda oporniy disk qiyshayib ketdimi-ekan? Nima deysiz Dilshod aka? Hech narsa qilmabdi-yu. Hozir endi qaranglar, sizlar uchun maxsus mana o'zimiz Spark avtomobilimga o'rnatamizda deformatsiya berganmi yo'qmi aniq bilishga harakat qilamiz. Orqasidagi zashitkaga ko'raman, shkalani reaksiyasini ko'ryapsizlar. Hozir endi aylantirib ko'ramiz. Ko'rdinglar, hech qanaqa deformatsiya yo'q, hech qanaqa biyeniya yo'q. Lekin ishonch hosil qilish uchun hozir naryo tarafga o'rnatilgan yangi tormoz diskini ham xuddi shu qurilma bilan tekshirib ko'ramiz. Akam o'rnatib berdilar, kelinglar, qaranglar. Mana zashitkaga ursam, reaksiya bor, shkala o'ynayapti. Endi diskni o'zini aylantirib ko'ramiz. Ko'rasizlarmi? Umuman hech qanaqa reaksiya yo'q. Okay, buni yechmaymiz. Menda qolsin, mana bitta sinab ko'ring, yurib ko'ring. Ani kuydirilgani ham qovuradi. Buni ham tekshirib ko'ramiz, bo'ladimi? Bemalol, bularning sinovdan o'tib bo'lgan o'sha. Sifatiga ishonchingiz komil? 100%. Nima deb o'ylaysiz? Nimaga 300 gradusgacha qizdirib, reski sovutsak ham deformatsiya bo'lmadi? Yo bu lopmikan, mishmishmikan? Yo'q. Buni o'zi ko'pchilik biladiganlar bor. Xolasa kelib, qo'ydirib, sinab ko'rishligi mumkin o'ziga. Lekin men ko'pchilik kinallarimga qo'ydim, zo'r chiqdi. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar bugungi eksperimentimizda sizni nimadir qoniqtirmagan bo'lsa, siz nimadir boshqacha qilgan bo'lganingizda kommentariyada yozib keting, balki uni ham sinab ko'ramiz. Kelsangiz, sinovga ham qilib beramiz.